Bu anar pişti zat qanaq barlıq kelgan? Ne dunda? Öydikiler meni ezgeli deb chaqirdi. Anar pişti ismi? Evet. Adım Önerkan Sitkasulu. Anarxan, anarning guli, tang paytida ichilgandir gul. Bu qalbimga o'tni solgan. Anlana, Irak'tan bizga ait tunuşluq bir naqsha anılmatıdı. Bu naqshanın ismi Anarxan. Belkim bu naqsha quloq tubimizda jaranglashi bilan birlikda bizning yodimizga bola vaqtlarimizda ko'rgan Anarxan degan muhabbat filmi kelishi mumkin. Bundan nurg'un yillar ilgari Qurbanjon ismli oq ko'ngil, sodda, tirishchan bir yigit bo'lgan ekan. Kunlar o'tib, oylar o'tib, u shu mahalladagi kunduz ko'z bor, oydisi eg'iz bor, ajoyib soyib jamal qiz Anarxonni yaxshi ko'rib qoldi. Biroq Anarxonning oilasidagilar Qurbonjonni nafrat ko'rib, qizni yotliq qilishga unamabdi. Shuning bilan Qurbanjon oxiri tirishchanlik ko'zitib, anar pishtini barliq keltiribdi. Ne dunda? Ben uşuk bıçak tutsam ne mi Qurbanjon bo'lma? Endi qanday? Anarxanda qozoq yo'q-ku. Undan bo'lsa, bu anar pishti zot qanday barliq kelgan? Bu anar pişti qana. Ben 9-nji atroflarda yani shuna rasuldan sen o'g'it terding mi vaqtda? Ha, ya. Chiqim o ya batdi. O vaqtda Zubayda nima ish qilyapti? Unib chiqqan. Bo'ldi. Amaliyotda biz bugungi bu hikoyamiz orqali Anar pishti to'g'ri komediya filmidagi bosh qahramonlarni Markaziy xalq radio stansiyasidan ko'rinishga ilish sog'lig'i alohida taklif qildik. Oldi bilan sizlarni qarshi olamiz. Rahmat. Men aytdi, hozir erkin azad o'ltirdim. Sizlarning ahvolinglar qanday? Bizim kankuşad o'tadi. Bizim xili alardan darasak zich uyish bir yer. Demak, hozirgi bosh melodiyaga mos kelgan holda Anarning dansidek zich uyushib o'tiribsizlar. Balki men ko'rman do'stlarga biz bu qarindoshlarimizni tunishtirmasakmi, hammasi, ya'ni hammanglar tunishib qo'yib qoldinglar hozir, ha? Shundan so'ng o'zinglar bir tunishtirib aytamsizlar. Bulda, mening ismim Hazrat Aqoshboy. Senikin davobdi men sen deyapti. Mening ismim Mushibchoq desa, qanday qayda bu odamdan buldi. Mening ismim Muhammad, bizning ismi. Dadamning ismi Mamatili. Mamatili. Ha, uchiq pichoq emasmi? Oya, o'shiq pichoq. O'shiq pichoq degan mening nomim shu taqallusum. Laqamim. Undan bo'lsa yana bir bosh qahramonimiz bizning filmimizdagi ayol zot birdan bir ayol zot. Ikkinchisi bor, Ularxon bor. Ularxon g'oyda ayol bo'ladi, g'oyda er bo'ladi. Qo'yish deb. Bizninkini ayt alqishliq yosh komediya cho'lpinimiz hozirgi Zubayda. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mening ismim Zubayda Hasan. Anar pishti ismim? Albatta. Bu Anarxon degan ismni ham demak shu anar pishti ismidan o'rnak olib, o'ylashib, shu anar pishti bo'lgan ekan anar bilan bog'lanishlikka shu Anarxon qo'yaylik deb qo'yib bergan ham nima. Kim qo'yib bergan bu ismni? Yetti multiplisini qo'yaptimi? Ondan başqa yana bir qarinishimiz ekranlardagi obrazni bizdan nurg'ulgan ko'rmalarimiz bek yaxshi ko'rdi, ha? Oqbash obrazi. Lekin oqbash rost. Men u chashni yog'an desam, o'zidan chechim oqbashga. Ha, shu ashni kesib o'tib mush qog'ini. Ajinama? Ha, u rost, u rostcha. Ha, u rost u. Rost. Ha, oqbashni. Assalomu alaykum do'stlar, mening ismim Hazratali Yasin. Uydagilar meni Hazratali deb chaqirdi. Savoqdoshlarim Hazratali deb chaqirdi. Qaysi to'g'ri bo'lsa? O'zim chaqirib olgan Hazratali turibdi. Xo'sh, undan boshqa bizning yana bir amroq do'stimiz, bizning shu filmimizga oid tus qo'shgan, rang berayotgan suyimli qarindishimiz, Unarxon, qozoq yigiti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'stlar, endi
Men anar piştide bolsam da bütün Қазақша gep kılmanda. Endi jiq pintozlar bu Қазақша gep kılsaslar, Uyg'urcha gep kılsalar bir-birini kep düşünemdi degandek bir shunday savollarni qo'ydi. ismimni deyman ota. İsmim demedimi? Başta ismim deb o'tay. Mening atim Önarxon Seyitqazuli. Men Qozoq qultinan anar piştidagi obrazim bo'lsa, hozir jonga taqdim kelgan deb qo'ydi. Әмсә, hurmatli ko'rurman do'stlar. Naq maydondagi tomoshabinlar. Biz Anar Pishti kollektivini ziyorat qilayotgan mushu xayrlik damlarda navbatda biz Anar Pishti to'r komediya filmidagi artistlarning qarindoshlariga bo'lgan ta'sirli yurak so'zlarini anglab boqaylik. Qani, marhamat. Night time. Nurg'ulg'an mushu agir to'qayliqlarni besib, tog'davollardan atib bugunga keldinglar, shunaqo. Hozir hamda bizning qarindoshlarimizni ayta olqishlab ko'rdigan kino mushu to'r komediyasiningki, ayta olqishliq cho'lponlarga aylandinglar. Balkim bizning qarindoshlarimiz, nurg'ulg'an ko'rmalarimiz bilmasligi mumkin. Amaliyotda bu birodarlarimiz, bizning bu davrdoshlarimiz shu Anar Pishti to'r komediya filmida o'zlarining obrazini yaratgandan boshqa yana TV oilasida, TV Family'da yana o'zlarining nurg'ulg'an xizmatlari bor. Masalan, Önarxon mening bilishimcha operatorlikmi qildi, shunaqa filmlarni ko'rinishga elish. Uningdan boshqa Hazrat bo'lsa, ancha-muncha aktorlik qildi bir narsalarga, uningdan boshqa kirish turish, uningdan boshqa film ssenariysini yozish qatorli xizmatlar bilan shug'ullandi. Zubaydaniki ortiqchiligini balkim qarindoshlarimiz texmo faraz qilmaslik mumkin. Grimni bek chiroyli qildi. Ilgariki sonlarning obrazlarga yalash, grim qilish xizmatlarini izchil o'z ustiga olgan. Onundan başqa, yani Mehmet Oşuq Pichaq yuqori degandek riyosatchilik qilib boqqan. O'tganda bir sizlarning ishxonalarga borsam, film kesib o'ltirganini ko'rib qoldim. Shunaqmi, shunda texnikalik, texnologiyalik ishlarni o'zinglar qo'l silib bir taraf qilasizlar, shunaqmi? Demak, sizlarning haqiqatan shu axborot sohasidagi yoki shu TV Family'dagi nihoyatda tirishchan, har qanday ishni qilib beqishga jur'at qila oladigan bir to'p ulgulik, munavvara yoshlarning vakili deb o'yladim. Balkim qarindoshlarimizmi hamma bilan shunday bir xil o'rtaq hissiyatda bo'lishi mumkin. TV Family degan so'zni tilga oldik, family oila shunaqmi? Hamda bu TV Family to'g'risida bizning ko'rmalarimiz ancha ko'p tushunchaga ega bo'lmasligi mumkin. Bundaqda TV Family degan zot nima? Nima? Yeydigan narsami, ichadigan narsami? TV Family degan denshi uy. TV Family deganimiz hamda bizningki mushu 120 kishilik bir oilaningki ismi, ya'ni mushu shirkatniki. Sizlarning jamiyatlar keldi. O'zimizning shirkatniki qo'yib olgan ismi. Bu hamda yuzaki ma'nosi. Ondan keyin bizningki film ishlash guruhimiz bor, undan boshqa televizor programmasi film ishlash guruhimiz, nurg'un guruhlar bor. Hamda biz bu yerda bizga masalan bizningki pintozlarga hammadan tanishlik bo'lishi, biz balkim film ishlash guruhi bo'lishi mumkin. Ularni balkim yuzaki holda ana pishti ishlaydiganlar deb bilish mumkin. Hamda men bu TV Family kim o, TV Family sizlarga nima ish qilib berdi degandan bir alim olimning bir tajribasi orqali bir ifodalab bersam, qo'l yog'liqni bir ishilib tursam. Ha, ma'qul bo'ldi. Apani. Avaylab. Ko'ngillar bizlar mishkinlar tursam. Ha. Mesela ma'lum bir qo'lyog'liqni bizningki film ishlash guruhi hozir bildigan deb tushunsak, buning ichida hammadan biladigan bir yulduz bor. Bu yerda-ku, Mehmet Oşuq Pichaq ham tipida. Aqbash deb bu yerda bo'lishi mumkin, uningki Anarxon deb macho'risda bu yerlarda bo'lishi mumkin. Uningki nima qilib Mehmet Oşuq Pichaq deb chiqardinglar deganda, chunki bizning TV Family ustidan so'qishchi bizga. Ma Oşuq Pichaq yo'l oldu. O suv saqab aqbashga tegdi, film ishlash guruhimizga hammalarga tegdi, Anarxonga tegdi, u yerda Anarxon bor, hammalarga barada bu ustidan qo'ygan suv. Ham nima qilib yana birisi chiqmaydi, film ishlash guruhidan deganda, yana bir aylan chiqsak, bu yerda bir eriq paydo bo'lib qoladi-ku. Bu suvni to'xtab qoldi. Bizningki TV Family'ninki bizga atagan nimasi chiqmaydi. So'ng bizning aramizda Muhammadni to'yli qilmaymiz deb maqsad mutabaq aniq. Endi bu yerdagi TV Family'da bizningki üstümüzden so'qish birdigan bizni ruhlantirib turadigan cho'gin deb o'ylasak, bizningki endi yana bir boshqalar kim o deganda bizlikkim yerda yana bir qo'lyog'liq borda bizningki. Buning tubida masalan program ishlash guruhi. Programma masalan qo'shmaq ishkisi. Ha. Mashinaning ichida usloynab qildi. Uning davomli so'qishilib turdi. Bizningki plan nima deganda, mushtaq qo'lyog'liqlardan netchini tizib üstünden davamlı so'qishib turish. Demak, sizlar TV Family'dagi har bir shu kichik guruhlar ichidan bir yulduzni chaqintish orqali shu yulduzning nurida
boshqalar o'zinglarni javlan qilasizlar, shundaqmi? Agarda bu yulduzlar jiqib ketib qolsa, nuri tekis taraf ketib qolishi mumkin. U cho'lpon yulduzga aylanmay qoladi. Osmonda garchi nurg'un yulduz bo'lsa, uningcha cho'qim birlam Venera, ya'ni cho'lpon yulduz bo'ldi, shundaqmi? Shuning o'xshash hamsizlarniki shu anar pishdi qo'shuninglar kelgisidan qanday bir yaxshi maqsadlarni yurkiga pukandi. Endi bizning bu TV oilamizda hamda abal degandek hamda bir yuzini o'sha qadamlar bor hamda xizmat qilayotgan xalqimiz uchun har xil vositalar orqali. Hamda biz hamda shu bizning hamda shu oilamizningki taraqqiyotiga asosan albatta bizning yangi ijodiyatlarimiz, yangi nishonlarimiz bor. Aslida anarni qo'g'onga almashtiramizlar. Ya tavuz ulandi. Bir ichimlik soat qurib. O'shiq pichoq emasmi? O'shiq pichoq qanday tolandi? Aqlli qo'shiq pichoq. Qizlar ot qo'shiq pichoq. O'shiq pichoqni olibsizmiz. Kimdir o'shiq pichoq. Qilib. Yandak bir O'shiq pichoqni xatarlik sarguzashtir. Ak qo'shiq pichoq. Anar pishti 3-bölümge keldi. Müşkemkecha bizning ko'rmanlarimiz nihoyatda mehr muhabbat bilan muomala qilyapti bizga. Shunday saf bo'lgan muhabbatlarni beryapti, qo'llab-quvvatlab beryapti. Ko'rmanlarimizningki bizga keng qo'saq bo'lishini nihoyat umid qilamiz. Nimishqa degan vaqtda hamda biz hamda ko'rmanlarimiz kuldirimiz deb xalqimizni ba'zi bir rollar deb qo'yishimiz mumkin. Ba'zi xatoliklar. To'g'ri, ba'zi xatoliklardan xoli bo'lmaydi. Shunday vaqtlarda hamda yuzaki ham tushunmay bir keng qo'saqlik bilan bizni texnik quvvat qo'llab-quvvatlab berishini umid qilamiz. Endi bu yerda bir masala bor. Mushundaq bo'lgan sir hozir ko'tarilib bir bosqich qo'ygan chaqda sal qo'chib qoldinglarmi qandaq? Yo'q, men shunda erkin o'tadim, bir ketib olmadim-ku. Yo, o'sha hazratda ketib oliblardi. Endi bundan so'rashimdagi sabab boshqa maqsad emas. Chunki mening bilishimcha hozir ham sizlarni qo'llaydigan korxonachilar, shirkatlar bekchiq. Shunaqo e'lon bersak, iqtisodiy yordam qilsak deb xalab turdi. Shuncha olajaq shirkat moyilligini bildirayotganda faqat e'lon olmayapsizlar. Buninglik sabablimi? Buninglik sabab endi men o'zim yig'incha qilsam 4 sabab bor. Birinchisi anarninki hisobligini qo'llab qo'yishda buni biz eng burun boshlashdan burun bundan pul topamiz. Bundan keyin mush anar pishi bizning tovuqimiz bo'lib qoldi deydigan maqsad yo'q. Hozirmi shu. Hozirmi biz gerçi pul topmay ziyniq menvatsaqmi shirkat bizga pul berib turdi. Endi buningda e'lon olsak qanday xatarlik chiqdi deganda bizningki bolalar ama ana pishi degan narsadan e'lon keldi-kan. Ma bo'lgan narsadan hamsi biz jiq-jiq deb cho'ng-cho'ng e'lonlarni qilib qilsak bir nechimiz bir oydan keyin bir yildan keyin mashina olayotgan deydigan mana bir huquq bo'lib qoldi. Hali sabtlik yo'qolib ketdi bu yerda. Ikkinchisi bu endi savdo jihatdan aytganda biz bayım deb o'tdik, amalan endi kasbiy aktyor desak bo'ldi. Bizningki gapning uchiqini qilganda to'xtamlar bor. Biz shirkat o'zimizning shirkat bilan tuzgan shu aktyorlik to'xtam. Bu to'xtamlarni aniq yozilib. Uchinchisidan shu e'lonningki agar biz e'lon qabul qildik deb qolsak, shu e'lon qabul qilganlarningki bizga bo'lgan talab bek an'anaviy. Masalan, Mehmet O'shq pichoq chiqib, ma'manasi yaxshi deb 5 kunlik bersin. Anar ichimligi sizning eng yaxshi tanlashingiz. Men anar pishdiki Mehmet O'shq pichoq. Qani birlikda ichaylik. Ular asla telefonni bir berdi. Kart birniki kirib tegaydi. Bizningki burungi filmlarda TV rasininki e'loni bor. TV rasining e'lonini bizga yugurib sipap 3 qizim yumshoq qilib. Bizning e'lon og'imiz bor. Bizningki shu uskunlarni yangilab hech bo'lmasa, garchi uni hajlab qilmasak. Sizlarningki ishtahingiz toza emas kelmaydi ekanda. Sizlarga toza aslida ehtiyojli bo'lmagan ahvolatda sizlarga toza yaraydigan maskildigan e'lonlar balkim oldinroq uchirmagan bo'lishi mumkin. Demak, buningmi keyin bara-bara imkoniyat topib kelishi mumkin. Shundaqmi? Shundan hozir sizlarni qo'llab kelayotgan qarindoshlarimiz sizlarningki o'zlariga xo'shalik ato qilish uchun qurbonlik berayotganliklarini biladi. Shunlashqa cho'qim sizlarning har qanday qilishinglarga nisbatan mehr muhabbat bilan muomala qilib, har vaqt sizlarni qo'llaydi. Jumladan men sizlarni har vaqt qo'llayman. Suhbatimizning eng oxirgi minutlarida Markaz xalq radio stansiyasi Uyg'urcha radiosiga vakolatan sizlarniki bu suhbatni qabul qilganingizga minnatdorligimni bildirish bilan birga Shinjongdagi har millat qarindoshlar bilan birlikda chog'ininglarni
qizg'in tabriklayman. Bayram muborak. Undan boshqa shu bayram mezgilidan foydalanib texnik yaxshi filmlarni ishlab, tor dunyosini zilzilaga silishinglarni, bu sizlarniki nom shuhratinglarniki faqat diyorimizda cheklanib qolmay, ichki o'lkalar xalqaro hatto Mars, Yupiterdimi yaxshi bir nom amallarni barliqqa keltirishinglarni tilakdoshlik bildiraman. Hammalarga omad yor olsin, qarindoshlar. Hamkorlashgan salonlar, Kirora Mashina klubi, Altuq taraqqiysi, Visol saloni, Epizod saloni, O'ynoq saloni, Nam saloni, Torza saloni, Echildasqon saloni, Korit saloni, Qo'shqari saloni, Ito saloni, Qashqar kino saloni, Sxeki saloni, Muallim saloni, Sinpuri saloni, Alray saloni, Jula saloni, Yumur saloni, Nurtori, Karon tori, Boshdan tori. Yuqori salonlardan boshqa alayhi qolgan salonlar, Nijat Vali Yoqutning Jon Aynik saloni, Ali Qurbonning Ali Qurbon saloni, Ablajon Atayibning Ejifan saloni, Anar Pishning alayhi qolgan cho'lponlarga alayhi rahmat aytamiz. Anar Pishning film ishlash guruhimiz mamlakatimizga har millat xalqining bar bayramini muboraklaydi. Bar bayramlarga muborak bo'lsin. 新疆本土搞笑网络剧16熟了，祝全国各族人民新春快乐！新春快乐！